zotli pichoq bor. Ha. O'sha sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi nima qilishindi? Bozorda mening pichog'imdan boshqa pichoq qilib qo'yganmidi? Toza tez tersini ishlayotgandek suyagi tep sinib qoldi. Xo'sh, undan keyinchi tozini terisini nimaga shildilar? Shoshib qoldik-da, boyatda o'lgandan keyin terisi o'g'rilmasin deb shilib qo'ya qoldik. Qadaringga la'natlar, itim nima qilib o'ldi? Qoramolga otning go'shini yeb o'ldi. Qoramolga otni go'shti qayerda ekan? Qoramolga otni go'shtini kim berdi? U begona emas, o'zingizni to'riq qashganning go'shini yeb o'ldi. Bola, jinni bo'lib qoldingmi? To'rt qashqa o'ldi deysanmi? Yo'q, Parvardigor, nima qilib o'ldi? Qonli qilib o'ldi. Nimaga qonli qilib o'ladi? Yo'liga hech araq qo'shilmagan ekan. Aravaga qo'shib suv tashigandek o'lib qoldi. O't ketdi deysanmi? Qayerga o't ketdi? Nimaga ketadi? Nimalar yondi? Xo'jayin katta yong'in bo'ldi. Uzoq yondi. Qo'rg'onchi qo'rg'on. O'rg'onam yondi. Omboram yondi. Otlaringiz o'ldi. Pichog'ingiz ham sindi. Qo'rg'onga o't qayerdan o'tdi? Shahardan o'tibdi, boyatda shaharda. Mening dargohimda shaharga kun qoladimi? Toshkentni oqib qo'ygan qator fonarlarimchi? O'zingiz o'ylang, butun boshli o'likka shahar yoqmay fonar yoqadimi? Kelayotgan arvoh shamni shu'lasi bilan o'ynashadi, keyin shoxga qo'nadi, damini oladi, keyin pirpirab turgan shamni shu'lasi bilan o'ynashadi. Kim